Assalomu alaykum aslida ko'rarmanlar. Hozir sizlarga mana shu yonimda turgan 84 yoshli yapon otaxonni bir ajoyib fikrlarini sizlarga ulashmoqchiman. Chunki bugun birga ishlagan paytimizda juda ham bir ajoyib fikr bildirib qoldilar. Ya'ni qizlar va o'g'illar to'g'risida o'sha fikrlarini hozir 84 yoshli yapon otaxondan so'rab sizlarga tarjima qilib ulashaman. Sato-san, Sato-san, yaxshimisiz? Hali Yaponiyada o'g'il farzand va qiz farzand to'g'risida ajoyib fikr bildirdingiz. Shu haqida yana aytib bering. Bilasan, ayolim o'tgan, yolg'iz yashayman. Uyda hamma ishlarni o'zim qilaman. Kirni ham o'zim yuvaman, ovqatni ham o'zim qilaman. Bir o'g'il va bir qizim bor. O'g'lim nimadir ishi bo'lmasa, nimadir kerak bo'lmasa yillab ham kelmay yuraveradi. Ammo qizim tez-tez xabar olib turadi. O'zingiz ehtiyot qiling, yaxshi ovqatlaning deb urishib ham beradi. Kasal bo'lib qolsam, dorilarim bormi, ovqatlarim bormi, hammasini qilib beradi. Qizim bo'lmaganda nima qilardim deb o'ylab qolaman ba'zida. Yaxshiyamki qizim bo'lgani. Yaponlarda ko'pchilik o'g'il ko'rishni xohlaydi. Oilaning davomchisi bo'ladi, nimadir kompaniyasi bo'lsa, kompaniyaning davomchisi bo'ladi. O'g'il yaxshi deyshadi. Lekin bo'lmagan gap. O'g'il bola bo'lmaydi, qiz yaxshi. Yapon faylasuflari malika ayol, malika tug'adi. Ya'ni aqlli ayol qiz tug'adi deyshadi. Albatta o'g'ilmi qizmi tarbiyaga bog'liq, qanday qilib katta qilishga bog'liq deb o'ylayman. Ammo men uchun baribir qiz yaxshi. To'g'ri Sato-san. Meni ham onamlarda qiz bo'lmagan, hammasi o'g'il. Ba'zida qizim bo'lganda yaxshi edi deb qoladilar. Keyin yana bir gap. Men bolaligimdagi yapon ayollari umuman boshqacha edi. Juda mehribon, juda oilaparvar edi. Ayol qizlar nafaqat ota-onasiga, eriga va farzandlariga ham juda ham mehribon edi. Ming afsuski, urushdan keyin har xil madaniyatlar kirib keldi. Har xil bo'lmag'ur qonun-qoidalar chiqib, ayollar erlariga nisbatan bemehr, oilaga nisbatan mas'uliyatsiz bo'lib ketdi. Men katta bo'lgan, men bilgan yaponlar umuman boshqa. Umuman boshqa edi. Yaxshi gapiryapmanmi? Xullas, mening yoshlarga tavsiyam, o'g'il farzand ko'rib bir karra xursand bo'lsangiz, qiz farzand ko'rib 100 karra xursand bo'lavering. Kattakon rahmat Sato-san. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'ramiz. biz mana 84 yoshli yapon otaxonni fikrlarini, so'zlarini eshitdik. Boy otalar so'zida aytib qolishardi-ku, hozir yapon otalar so'zi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Nimadirda oxirida xulosa o'zingizdan. Salomat bo'ling.